Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Dilizi Jaloliddinov O'zubi kanali. Bugungi videoda biz YouTube'da hozirda 13 ming obunachiga ega Z Jaloliddinovga qarshi o'yin o'tkazamiz. Xo'sh, Z Jaloliddinov yangi yilgacha hech bo'lmasa 20 ming obunachiga erishmoqchi. Mana ularning tarkibi o'ta kuchli, taktika farqi yo'q. Kuch, bo'y, uzun futbolchilar, taktika umuman farqi yo'q. Yarim himoyada hujumchilar, hujumkor yarim himoyada tayanch yarim himoyachi, umuman farqi yo'q degan taktikada, lekin o'ta kuchli akkauntda o'ynayaptilar. Va birdaniga keskin qarshi hujumga o'tib ketdim. To'g'riroq hujum va internetda qochishlar. Vinicius o'ta internet va Z Jaloliddinovning omadi bu yerda katta faktni o'ynab ketdi. Faktor bo'lib berdi desa ham bo'ladi. Va Z Jaloliddinov mayda paslar va bitta uzun pas bilan qarshi hujumga chiqib ketadigan inson. Shu uchun ancha ehtiyotkorlik bilan o'yin ko'rsataman. Chunki ularda barcha bo'yi uzunlar, qanotdan qanotga mayda paslar bilan, bosh bilan paslar bilan hujumga o'tib ketishi mumkin. Xo'sh, yana bitta faktni aytib o'tib ketishim kerak sizlarga. Ko'pchilik o'ylashadi Z Jaloliddinov va Dilizi Jaloliddinov, ya'ni men va Z Jaloliddinov aka-uka yoki qarindosh deb o'ylashadi. Bu juda noto'g'ri. Men Z Jaloliddinov bilan aka-uka ham, qarindosh ham, bitta inson ham emasmiz. Ikkimiz ikki kishi, ikki viloyatdan. Xo'sh, Z Jaloliddinov YouTube'ni boshlaganda men hali YouTube'da yo'q edim. Men YouTube'ga kirib kelganimda Z Jaloliddinov 4000-5000 obunachisi bor edi. Keyinchalik men bitta akkauntni bilasiz yo'qotdim, parol esimdan chiqib ketdi, telefon kuydi. Shu sabab yana yangitdan boshladim. Z Jaloliddinovda ham xuddi shu tarix bo'lgan ekan, boshqacharoq prosta. Unda ham akkaunt parol esdan chiqib ketgan va Z Jaloliddinov ham yangitdan boshlagan ekan. Xo'sh, Dilizi bo'yicha Z Jaloliddinov meni ustozlarimdan desam ham bo'ladi. Iminov, Z Jaloliddinov, Gamefans barchasi bilan aloqalarim yaxshi hozircha. Davlatov bilan ham aloqam bor va Z Jaloliddinov mana bunday xatodan so'ng Batistuta hisobni ochdi. Gabriel Batistuta. Xo'p, yana nima desam bo'ladi? Men ham hujumlarga o'tishim kerak. Xato Cristiano, zarba, hisob tenglashdi. 1-1. Birinchi taym so'ngida hisob ochildi va birdaniga tenglashdi. 1-1 hisob. Akkauntda katta farq bor, lekin tajriba, o'yin uslubi juda ham o'xshash desa ham bo'ladi. Z Jaloliddinov meni ustozlarimdan. Z Jaloliddinov bilan xohlagan vaqtimiz o'yinlar, birgalikda kontentlar olib borishimiz mumkin, lekin ikkimiz ham xohlamaymizki bir-birimizga suyanib, bir-birimizning yordamimiz bilan ko'tarilishni. Hamma o'z kuchi bilan ko'tarilsa, hamma o'z o'rnida bo'lsa yaxshi. Xo'sh, men ham hozirda 400 tachaga yaqinlashib qoldi obunachilarim. Sizlar albatta videoga like bosib, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz juda zo'r bo'lardi albatta. Xo'sh, Z Jaloliddinov ko'rib turibsizki, mayda paschalar va bitta uzun pas va keskin vaziyat. Qalin darvoza to'sini meni omadimga ishladi desa ham bo'ladi. Vini Juniorga pas berib yubordim. Vini outga to'pni olib chiqib ketdi. 61-daqiqa va pauza bosib o'zgarishlar qilib oladigan vaqt keldi desa ham bo'ladi. Hop. Bu akkaunt 2024-yildan beri boshlanyapti. Shu uchun bu akkaunt uncha kuchli emas. Z Jaloliddinovning akkaunti esa oho degan akkauntlardan. Yo'q, futbolchining o'zi yo'q. O'ta kuchli akkauntga ega Z Jaloliddinov yaqinda sotib oldi. Narxini hech kimga aytmayapti, sotib olgan akkauntini va menga ham hattoki aytmadi. Bilasiz, Z Jaloliddinov Iminov bilan ham ancha ko'p o'yinlar o'tkazgan. Iminovni yutqazgan, o'yinlar juda ko'p bo'lgan. Menda ham xuddi shunday holat. Iminov bilan o'yin o'tkazay deb turibman. Agar mana shu videoda 200 ta like yig'adigan bo'lsangiz, Iminov bilan o'ynaganimni ham videosini
birdaniga joylab yuboraman jigarlar. Pas Haaland golovga, ya'ni bosh bilan gol urib ketdi. Hisob 2-1 Reza Jaloliddinov oldinda. Va internetda yana muammolar bo'lmoqda menda. Alvaro Morata qanot bo'ylab ichkariga pas. Lionel Messiga bosh bilan to'p kelib qolyapti. Bu nima degan gap? Tushundi desa ham bo'ladi. Lionel Messi bosh bilan o'yin ko'rsata olmaydi. Dilisida bu ancha faktlar bilan aytib o'taman va boshqa o'yinlarda ham shunday bo'lsa kerak. Xo'p, meni dilisida ko'plab insonlar hali tanimaydi. Endi ko'tariladigan inson va 87-daqiqada hujumga o'tib ketdim va Isak tomonidan jazolandim. Hisob 3-1. Jigarlar, bu juda yomon natija desa ham bo'ladi. O'tgan gal 3-0 bo'lgandi, zato bitta golga qisqardi desam ham bo'ladi, lekin bu juda yomon natija. Agar shu videoda mayli 100 ta like yig'iladigan bo'lsa, Jaloliddinov bilan qayta o'yin o'tkazaman. Agar 200 ta like yig'iladigan bo'lsa, Iminov bilan ham o'yin o'tkazaman va YouTube'ga birdaniga joylayman jigarlar. Mana ko'rib turibsiz, Jaloliddinovdan 3-1 hisobda mag'lubiyatga uchradim. Jaloliddinov ishlariga omad. Nasib qilsa inshaalloh 100 mingta obunachi bo'lganimizda yana shunday bir-birimiz bilan o'ynab yurish. Albatta nasib qilsin ikkimizga ham. Jaloliddinovda ham, menda ham Ronaldo eng yaxshi o'yinchi bo'ldi. Birimizda 93lik kartasi, birimizda esa 98lik kartasi. Videoga like bosib obuna bo'lib qolgan bo'lsangiz hammaga xayr, sog', salomat bo'lib qoling deb qolaman jigarlar.